Amir Temur shafqatsiz bo'lganmi? Ha. Lekin u nima uchun kalla suyaklaridan minoralar qurganini bilasizmi? 1387-yil Isfahon, Temur shaharni egalladi. Aholi taslim bo'ldi, tinchlik o'rnatildi. Lekin tunda bir guruh isfahonliklar dahshatli xatoga yo'l qo'ydi. Ular Temurning 3000 ga yaqin askari va soliqchilarini vahshiylarcha o'ldirishdi. Bu shunchaki isyon emas, bu xiyonat edi. Temur g'azabdan portladi. U o'z qo'shiniga tarixda ko'rilmagan buyruq berdi. Har bir askar menga bittadan dushman kallasini kesib keltirsin. Tasavvur qiling. 70 ming askar, 70 ming kalla. Kimdir o'z normasi uchun bosh sotib oldi. Kimdir qo'shnisini o'ldirdi. Shahar tashqarisida g'isht o'rniga inson boshlari ishlatilgan minoralar qad ko'tardi. Bu minoralar uzoqdan ko'rinib, dushmanlarni titratardi. Temur shunday dars berdiki, boshqa hech kim unga xiyonat qilishga jur'at etolmadi. Lekin Temurning eng katta dushmani tashqarida emas, o'z oilasida edi. Uning o'z nabirasi bobosiga xiyonat qilib, orqadan pichoq urdi. Bu kim edi va uning taqdiri nima bo'ldi? Javobi tez orada ikkinchi qismda chiqadi. O'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.